anjondamiz 5 tonnalık kanalizatsiyamiz ustanobkasi bo'ldi. Endi shibi bilan ko'msak bo'ldi. Mana havo chiqib ketyapti. Hojat hammom kelyapti. Bachagimiz bu tomonga o'klanolmagan. Turbamiz suvoylanadigan. Turbamiz u tomonga o'klanolmagan mana. Buni tagi teshik ko'rinadimi yo'q? Aniq teshik qiladi bu tagi. Sen ko'rinadi. Va aniq teshiklaridan bor. Bunga tushgan nima va axlat bo'lsa suv bo'ladi-da, ikkiga bo'lingan. Bu ikki kamerali bu. Bu yerda ishlov bo'lib, suv bo'lib bunga o'tadi. Bundan baqa chiqadi. Buni yopiq drenajdan aylanib, shebinga singib ketaveradi.